Mana o'sha juda ham ko'pchilikka yoqqan, juda ham ko'pchilikka qiziqishini orttirgan Mitsubishi Destinator yangi avtomobillari, umuman yangi kuzov, yangi avtomobil va yangi brend bo'ladi va Yapon brendi Xitoyda ishlab chiqarilmagan deganimizda juda ham ko'pchilikka manzur keldi. Bilasizlar, Xitoy avtomobillari hammaga ham yoqavermaydi. Bu avtomobilimizni aynan eslaydi bo'lsa, 17.000 AQSh dollaridan 22.000 gacha hisoblagan edik. Aynan bu komplektatsiya 17.000 dan boshlanadigani. Nima farqlari bor desanglar, aynan bu avtomobillar panoramli tom, Yokohama premium akustikasi bo'lmasligi mumkin, lekin 22.000 AQSh dollarligida bilasizlar, eng maksimal komplektatsiyaga ega bo'ladi. Unda panoramli tom, 360 kamera, diska boshqa bo'ladi, Yokohama premium akustikasi va hokazo boshqa opsiyalari bo'ladi. Va juda ham ko'pchilikda savol tug'ildi. 1.5 turbinli motor bu avtomobilga, ya'ni muammo bo'lmasmikan degan savol tug'ildi. Xitoy avtomobillarida muammo bo'layotgani yo'q, Yapon avtomobillarida bo'lishi mumkinmi? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Mitsubishi 164 ot kuchli I obrazli 4 ta silindr. Bu I obrazliklar eng uzoq ishlab beradigan dvigatellardan bittasi bo'ladi. 1.5 turbinli motorga. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Zo'r narxlarda to'g'ridan to'g'ri Dubai o'zidan omborxonasidan mana sizlar uchun video qilib beramiz, jo'natib berishimiz ham mumkin. Bojxona to'lovi alohida 10.000 AQSh dollar atrofida, yetkazib berish haqqi 3.500 atrofida xizmatimizni maslahatlashaveramiz. Batafsil rasmi va ma'lumoti Telegram kanalimizda bo'ladi. Profilda havola bor.